Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in. Bütün hamd sanalar, maqtaşlar ve alkışlar alemlerinin Rabbi Perverdigarı Allah'a olsun. Bütün qollaş, salat ve selamlar, destekleşlerinin hemmisi rehberimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve sepdaşlarına ve onun sahabelerine ve onun yolundan mangan bütün sepdaşlarına olsun. Esselamu Aleyküm Şarkı Türkistanlık qarindaşlar. Bu yıl Ramazan ayı yetip geldi. Hemimizden Ramazan ayımız mübarek olsun. Cenab-ı Allah bu Ramazan'da kılgan ibadetlerimizni kabul kılsın, dualarımızı kabul kılsın ve icabet kılsın. Ve neticede bu Ramazan'da yüzümüzü özgertip Allah'ın salih kulları katardan buluşka nisip kılsın. Amin. Qarindaşlar, Ramazan ro'zasi İslam dinidagi 5 farzning birisi. İslam dini 5 narsaning ustiga bino qilingan bir binoga o'xshaydi. Shu binoni tutib turgan 5 turukning birisi Ramazan ro'zasi. Ramazan ro'zasi degan vaqtimizda bizning o'rganganimiz bo'yicha, ko'rganimiz bo'yicha etdigan subhdan akşam kun chirib ketguncha tamoq yemaslik, suv ichmaslik, jinsiy aloqa qilmaslik deb bilamiz. Bu Ramazan ro'zasining tashqi ko'rinishi. Buningga qatib kunduzlari Qur'on o'qiymiz, akşamlari tarovihda Qur'on o'qiymiz, kunduz i'tikof qilamiz, har turli ibodatni qilamiz. Chunki payg'ambar alayhissalom bu Ramazonda qilgan ibodatlar boshqa oylarninkidan bek farqli bo'ladi, bek ko'p bo'ladi degachga shunday ibodat qilamiz. Endi bu Ramazon oyining ulug'lig'ini o'rganish uchun bu sirtqi suratga qarab turib o'rganish tez. Shuning uchun bu Ramazon oyi nima uchun ulug', nima uchun bunda Alloh ahamiyat beradi, nima uchun islomning 5 turukining birisi qilib bekitilgan deganni bilish uchun Ramazon ro'zasining mohiyatiga qarashga to'g'ri keldi qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo bizni yaratgan egimiz Ramazon haqida mundaq deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Shahru Ramazanallazi unzila fihil Qur'an. Hudan linnas ve beyinatin minel huda vel furqan ila ahiril ayet. Allah bu ayet şundaq deydi. Ramazan ayı şundaq bir ay ki bu ayda Allah'ın kalamı bo'lgan Qur'oni Kerim insanlarga nazil qilindi deydi. Unzila fihil Qur'an. Qur'on nazil qilindi degan gap nima degan gap qarindoshlar? Qur'on Allah'ın kalami. Allah bizga o'zining kalamini ivatib biz bilan so'zlashyotdi. Buni Ramazonda boshladi. Andan keyin Allah bizni muxotab qilib qabul qildi bu yerda, o'zining muxotab qilib, ya'ni yaratgan o qadar Allah'ınki yaratgan mahluqoti turib, shuning orasidan insonni tanlab, o'ziga muxotab qabul qilib, biz bilan so'zlashishni xohlagan Allah bu so'zlashishni Ramazonda boshladi. Bu Kur'an'dan imbatti. Kur'an nima uchun kelganda? Hudal linnas. Bütün insaniyetga hidayet berish uchun. Ya'ni to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun. Nimaning to'g'ri yo'li bu? İnsanlık sifatida aciz bir mahluq. Bu dunyoda baxtga, bayashat turmushga, salomatchilikka, baxtga ehtiyojimiz bo'lgandek, biz bu dunyolik uchun yaratilmay, oxiratdagi abadiy hayot uchun yaratilgan bo'lg'achqa, oxiratda baxtga ehtiyojimiz bor. Shu dunyodagi baxtimizni va oxiratdagi baxtimizni qo'lga keltirishimiz uchun qandoq qo'lga keltiradigan yo'llarga ehtiyojimiz bor. Bu Qur'on bizga shu yo'llarni deb berdi. Ey bandam, dunyoda baxtli bo'lay desang, ma ishlarni qilasan,
ma işlerini kılmaysan. Ahirette bəxtlik bulaysan, ma işlerini kılsan, ma işlerini kılmaysan deb bizning dunyoligimiz ve ahiretlikimiz için, bəxt saadetimiz için Kur'an bizi yol gösterdi. Allah'ın kalamında bu yol gösterişler var. Yana nima hudel linnas ve beyinatin minel huda vel furqan. Yana hidayetlerden terkip tapkan hidayetlerden ibaret beyinatlar var. Beyine. Delil ispatlık, kösek köreleydiğen, tutsak tutalaydiğen, tetkik kılsak tetkik kılıp bunun nedisini çıkaralaydiğen hüccetler, ispatlar, deliller var. Hidayet dairesinde de deydi. Yani nima var bu Kur'an'da? Vel Furqan. Furqan var. Furqan degan Uygurçada tuygunluk deymiz go. İnsanda bir tuygu boludu. Bu tuyga eğer şu Kur'an bilen yakın tuyga vaqtida nayet kuçluk boludu. İnsani şuur, insanga layık bir şuur. Bu tuygular Kur'an'a yakınlaşkan vaqtimizda ötkür boludu. Kur'an'dan uzaklaşıp ketken vaqtimizda ötkürlüğünü yo'qtudu. Şunun bilen Kur'an'a yakın kelgan vaqtimizda haq nahaqni bilalaydigan bo'lamiz. Haq batılni bilalaydigan bo'lamiz. Sat chiroyliqni arayalaydigan bo'lamiz. To'g'ri xatoni tushunalaydigan bo'lamiz. Kur'an'dan uzaklaşıp ketken vaqtimizda to'g'ri xatoni bilinmaydigan, haq va batılni bilmaydigan, do'st dushmanni arayamaydigan bo'lib qolamiz. Kur'an'ның mushundaq şuurimizni bilaydigan, tuyg'ularimizni nayet kuchli qiladigan Furqonlik xosiyati bo'lg'achqa, buni Xitoy tajovuzchilari bilgachga, shuning uchun Xitoy tajovuzchilari bizni Qur'ondan cheklaydi, İslamiyatdan cheklaydi, o'zimizning an'analaridan, islomiy kulturlarimizni cheklashning sababi shu. Chunki Xitoy dushman. U dushman bo'lg'achqa bizni baxtli qiladigan vositalardan, yo'llardan, hidoyat yo'llaridan Xitoy cheklaydi. Shuning uchun qarindoshlar, biz bu Ramazonda shuning uchun jiq Qur'on o'qiymiz, shuning uchun jiq ibodat qilamiz, shuning uchun butun kuchimizni o'sha Ramazonda chiqarib o'zgarishga tirishamiz. Chunki Ramazon oyi o'zgarish oyi. Nima uchun o'zgaramiz? Chunki Ramazondan boshqa vaqtlarda yana Ramazondan shundoqda, Ramazondan boshqa vaqtlarda biz dunyoda yashaymiz deb, qo'saq vaqimiz deb, bola vaqimiz deb, uyni jo'ndaymiz deb, davomli dunyoning keyniga kirib, qilishga tegishli vazifalarimizni qilolmaymiz. Allah buyurgan qilishga tegishli vazifalarni qilmay, dunyoning keyniga kirib ketgandan keyin nima bo'lamiz? İnsanlık salahiyetimizden tuvallab ketamiz. Allah bizni aş yaratgan orijinal holatdagi insonlik axloqimiz, insonlik fitratimizdan tuvallab ketamiz. Axloqimiz buziladi, fitratimiz buziladi. Shuning uchun Ramazon kelganda Allah bizni Qur'onga yaqinlashtirish orqali, ibodat qildirish orqali bizga aş fitratimizga yaqinlashish, qaytib kelish, insonligimizga qaytib kelishni Allah maqsad qilgachqa Ramazonning o'zgarish oyi deymiz. O'zgarish oyi degan vaqtimizda masalan normal insonligimizni saqlab qoladigan bo'lsak, texmi yaxshi holatga o'zgarishimiz lozim Ramazonda. Agar insonligimizni saqlab qololmay, haq nahaqni tushunolmaydigan, dushmanni va do'stni bilolmaydigan holda kallamiz qorong'ulashib ketgan bo'lsa, bu chaqda bu qorong'uliklarni tashlab Qur'onning nuri orqali nurga chiqishimiz lozim. Masalan, normal bir Uyg'ur sifatida biz mazlum deymiz-ku o'zimizni. Xitoy tajovuzchilari vatanimizni tortib oldi, shuning bilan vatandan qo'g'lab chiqarildik, biz sirtda mazlum, ishlash ehtiyojimiz va bolalarimizni boqish ehtiyojimiz bor deymiz. Shuning uchun men bolalarimni boqsam ibodat, mushu menga yetadi deb qaraymiz. Ammo Qur'on undoq demaydi. Qur'on deydi-ki, o'zingni boqsan, mustamlikada qolgan vataningni ozod qilasan, oxiratligingni qozanasan deydi. Chunki vatanni tortqizib qo'ygan Alloh emas, biz. Unda bo'lgankin, vatanni tortqizib qo'yganning bedelini biz o'taymiz bu dunyoda. Shuning uchun vatanimizni tortqizib qo'yganga vazifamizni qilmaslik nimamiz yo'q, erkinligimiz yo'q. Vatanni tortqizib qo'yganlimi, qo'ymaganlimi o'zining kuchli vazifalari va har millatning uni qilishi lozim.
bizdek vatandan ayrılıp kalganlar texmi cık vazife kılışı lazım. Vazifelerini ada kılış için texmi cık kuch çıkarışı lazım. Şunun için bizge kuch lazım boğaçka Ramazan çeniqish eyi deymiz. Ramazan çeniqish eyi. Nima için çeniqimiz? Mesela bedenimiz sağlam olsun, bedenimizdeki immün sistemi kuchli olsun degan vaqtimizda aytganlar chiqib yugurimiz go, bedenim kuchli olsun de. Yugurib cheniqsak, yugura oladigan bo'lamiz. Mushlashib cheniqsak, mushlasha oladigan bo'lamiz. Xos sahada cheniqsak, shu sahada kerak keladigan bo'lamiz. Shuning uchun biz vazifamiz og'ir bo'lg'achqa, xos sahada cheniqimiz. Özümüzün vazifesi nim bo'lgan bo'lsa, shu vazifasini qilish sohasida cheniqamiz. Unda vaqt bizning vazifamiz nimeydi? Vazifamizni bilish uchun qarindoshlar, yana Qur'onga murojaat qilamiz. Qur'on bizga nima deydi deb. Ma shaxsiy ibodat vazifalarimizda buni bilamiz. Masalan, iymon etish deymiz, namoz o'qish deymiz, zakot berish, ro'za tutish, haj qilish. Bu shaxsiy ibodatlarni bilamiz. Ammo biz inson, biz sosyal canlılık, bir ictimai canlılık buluş sütümüz bilen bizning vatan uchun xizmat qiladigan, öz millatimiz uchun, öz ümmetimiz uchun xizmat qiladigan vazifalarimiz bor. Bu vazifani Allah bayon qilib, Qur'oni Karimda shunday deydi. Bizni alqa ahvolimizni tushuntirib, Allah nima deydi? Qur'onda Vatan suresi deydigan bir sura var. Suratul Balad. Şu Vatan suresida şu vatanning ahamiyatini, vatandoshlikning ahamiyatini, millatga xizmat qilishning, vatanga xizmat qilishning ahamiyatini tushuntirib bo'lgandan keyin, bu tushuntirishning hammasi insonning ustiga qilingan vazifa. Shuni qilib bo'lgandan keyin Alloh falaq tahamal aqaba deb bizni tanqidlaydi. Nima degan gap bu? Bu insonlar mushundaq vazifasi bo'lsa, Alloh rizosi uchun vatani uchun ishlaydigan vazifeleri tutsa, öz milleti uchun ishlaydigan vazifeleri tutsa, vatandoshlik vazifelerini ado qiladigan vazifeleri tutsa, buni tashlab qo'yib, o'zining holi bilan bo'lib ketdi, qusoq g'ami bilan bo'lib ketdi, hayotlik alakchiligi bilan bo'lib ketdi, falaqta hamal aqaba, davonni ashamadi deydi. Davonni ashamadi. Nima degan gap? Davonni bilamiz-ku. Bizning Sharqiy Turkistonda G'o'ljiga barpa qildi biladi. Shunda daval bo'ladigan, aptiz shunda kuchab ta'sir chiqadigan bir davan. Kuchimasa chiqilmaydi davandan. Allah bizning ma dunyodagi hayotimizni davonga o'xshatyapti. Zodi ma dunyoga dunyo deb at qo'ylarlar. Dunyo degan qarindoshlar. Alqi davonninki pes kichib ketgan tarafi degan gap. Dunyo adnaning muannas shakli. Adna degan eng yaqin yoki eng chuqur degan gap. A'la deganning ta'tirsi. A'la degan eng yuqori tarafi, adna degan eng to'nga ketgan tarafi degan gap. Shu adna kelimasining muannas siyg'isi dunyo. Ya'ni insonlarni eng pastga tortadigan, asfil safilanga tortadigan yo'l degan gap dunyo degan gap. U asfil safilanga tushib ketmaslik uchun ta'tirisga mansaq, past tarafning ta'tirisi yuqori bo'ladi. Davan. Allah deydi, bu inson davonga menish kerak bo'lgan inson davondan oshanmidi deydi. Nima uchun davon tarafga mangitdiq? Vazifalar eri bo'lgandan keyin jannat yuqori tarafda, Allohning rizosi yuqori tarafda. Yuqori tarafga yuqori himmatli odamlar mangalaydi. Cho'ng sifat odamlar mangalaydi. Oliy darajalik, kuchli odamlar yuqori tarafga mangalaydi. Tuvan tarafga o'zini qo'yib pas jumlab ketaverdi, kuch ketmaydi. Shuning uchun Allah insoniyatni tanqid qilgan vaqtida mushunchalar vazifa tutus buni qilmay, bu insonlar davondan oshanmadi deb tanqid qiladilar. Unda bo'lganda davon nima degan savol keldi bizga. Va ma adraka mal aqaba. Davonning nimaligini bilamsiz banda? Ya'ni sening eshishing kerak bo'lgan, g'alaba qilishing kerak bo'lgan davonning nimaligini bilamsan deb Alloh bizdan so'rayapti. Va ma adraka mal aqaba. Aqaba degan nima? Davon degan nima bilamsan? Bilmasang men deb beray deb Alloh o'zi javob beradi. Fakku raqaba, azatliq. Davon degan, davondan eshish degan azatliq.
Fakku raqaba degan ma gadandagi taqilib qolgan taqoqlarni echib tashlash degan gap. Burunqi zamonlarda esirga tushgan odamlarning qo'lini ma ikki yonga bog'lab turib, bo'yniga taqoq solib, mundaq qilib haydab mangadigan ish bor. İnsan balası o taqoq bilan yashashga rozi bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh ey bandam, seni men ma dunyoga hur yaratdim. Mendan boshqa hech kimga qul bo'lmaysan deb yaratdim. Hech kimga qul bo'lmaysan. Mendan boshqaga qul bo'lsang jahannamga kirasan degan qonuniyatdan yaratdiq Alloh bu dunyoga bizni. Shuning uchun bu dunyodagi birinchi vazifamiz nima? Bo'ynimizga tushgan shalni elib tashlash uchun, taqoqni qirib tashlash uchun fakku raqaba lozim. Qirib ashalni, bo'yonga tushgan shalni qirib, uni parchaqlab tashlash, elib etish degan gap buni fakku raqaba. Buning mazmuni qulluqdan qutulish degan gap. Davanning birinchi ishirish kerak bo'lgan vazifa davandagi qulluqdan qutulish. Endi qulluqdan qutulish degan vaqtda qarindoshlar dunyoga qarab baqsaq, bizdimi bek qulluq holat kuchib qolgan bir boshqa bir millat yo'q. Bormi ya? O'ylab baqinglar, bizningmi tunimiz kuchib qolgan? Her soatni o'ylab baqinglar. Davlat besevelingan ishg'oliyat ostiga uchirganlikdan qarasanglarmi, bizdek ig'ir holat kelib qolganlar yo'q. Başka milletler uruşay desa uruşalaydı ekan, u ham bu yandan yardım alalaydı ekan, onu qilalaydı ekan, bunu qilalaydı ekan. Biz hech nima qilolmaydigan darajaga shunda tushib qolibmiz. Dushman besib, hammamizning qo'llariga, bu yo'llarga, putlarga taqoq kishilarni salib, shu qimirlayolmas holatga qilib qo'yapti. Buni cheqish vazifamiz bor. Vatanimiz ishg'ol qilingandan keyin biz qul bo'lgan millat, qulluqdan qutulish farz. Bu davandan eshishning birinchi qadami bu. İkinci kademi nima? Fakku raqaba ev it'amun fi yawmin zi masgaba. İt'amun fi yawmin zi masgaba degan umum yüzlük açıqchilik yuz bergan chaqdisda, shu chaqdisda o'zining inson qarindoshlariga, o'zining aqrabolariga, tuqqanlariga, millatdoshlariga, millatiga bir narsa bera olish. Ve de mesgabe degan yoksulluk degan gap, umumyüzlük milletning beshiga tushgan, bütün davlat bo'yicha boshga tushgan bir yoksulluk. Bu yoksulluk yemek to'g'rilikmi, yemekdan yoksul. İçeydigan bir narsa yo'q, suvdan yoksul. Pul, iqtisoddan yoksul. Buni urib tashlay desa, qurol yaroqdan yoksul. İhtiyacı bo'lgan hamma narsadan yoksul qolgan millat bo'yicha buni zi masg'aba deydi. Shu zi masg'aba holatdagi insonlarga it'am ta'minot yetkazib berish. Qo'saq och bo'lsa tamoq berish, suvsiz bo'lsa suv berish, qo'l yaroq bo'lmasa qurol yaroq berish, ma'naviy ozuq lozim bo'lsa ma'naviy ozuq berish, shunday qilib bu insonlarni yo'lab baloyi ofatdan qutuldirish degan. It'amun fi yawmin zi masg'aba. Bunda kunlarda kimga berish? Yetimen, yetimga. Yetim desa bizga onasi yoki dadasi o'lib qolgan kichik bola keladi-ku. Umu yetim. Ammo millat sifatida yetim bo'lib qolish texmi ig'ir ekan. Ko'ryapmiz-ku. Bizning vatanimiz musulmon davlatlarining orasida ikkinchi zamonliq cho'ng davlat. Zamin tuprog'imizning cho'ngligini nima qilib baqinglar. Aşında bir çoğun Müslümanların devleti bir Türk zemini İslam tuprog'i işgal ostiga tushsa, hech qanday bir qarindoshdan, mayli milliy qarindosh bo'lsin, mayli diniy qarindosh bo'lsin, hozir qadar yardım keminiga qaraganda Sharqiy Turkistonlikdek yetim bir millat yo'q. Bu yetim deymiz buni. Bu yetimga yardım qilish davandan eshishning sharti. Yani Sharqiy Turkistonlikqa yardım qilish davandan eshishning yana bir sharti. Texmi ochiqligiga vaqtda qarindoshlar, Sharqiy Turkiston xalqi Sharqiy Turkistonga yardım qilish, o'zimizga yardım qilish, o'zimizni qutuldirish davandan eshishning yana bir sharti degan gap. Ev miskinan za matraba, yoki to'pi esib chang to'zanda qolgan miskinlarga yardım qilish.
Bu miskinlik noktasından qarğan vaqtısımı Şərqi Türkistandan xalqıdan bekrik miskin bir insan var mı? Seliştirib bakın var. Mana Allah bunu muşundaq miskin insanlarga, yetim insanlarga igi chiqish, azatlık, gədinni qulluqdan qutquzuş bunun davan ekanligini so'zlab o'tdi. Bu davandan aşanmadan deb Allah bizni tanqid qilib o'tdi. Davandan aşanmasak nim bo'ladi? İmtihandan o'tmaymiz degan gap. İmtihandan o'tmasak nim bo'ladi? Shu mag'lub bo'lamiz. Baradigan yerimiz o'lgandan keyin hozir tinib o'tirib, ma dunyoni ko'rib, oxiratni ko'rmagan bilan o'lgandan keyin lan bizga ikki ish var. Ya cennet ya cehennem ishki. Başka option yo'q qarindoshlar. Shunda bo'lgandan keyin bu Ramazon bizni cheniqtirish uchun. Ramazon cheniqtirish oyi, cheniqish oyi dedik ya. Cheniqish orqali nimaga erishimiz? O'zimizni kuchlantirish orqali o'zimizni qutuldiradigan harakatga qatnasha oladigan halga kelishimiz lozim. O'zimizni qutuldiradigan harakatga, qulluqdan qutulish harakatiga qatnashishimiz lozim. Bu Allah tarafidan farz qilingan bir ibodat. Mush ibodatni qila oladigan darajada mush Ramazonda yetishimiz inshaalloh. Shuning uchun qarindoshlar, Sharqiy Turkiston surgundi hukumati nomidan Sharqiy Turkiston xalqiga qilingan murojaat shu. Mush Ramazonda ibodatimizni yaxshi qilaylik. İbadet qilishimizdagi maqsad Allah'ını razı qilish bo'lsin. Allah'ını razı qilgandan keyin Allah'dan bizning bo'ladigan talabimiz, ey Allah, mening gunohlarimni kechirim qilgin. Chunki men hayotimda vatan millat xizmatini qilolmadim, bek og'ir gunoyim bor, gunoyimni kechirim qilgin deb o'zimizning gunoyimiz uchun mag'firat tilaylik. İkinciden, ey Allah, ata-analarımның günahını məğfiret qılğın. Çünkü şulamı aşında qarangı zulmet, Xitay işgaliyetide tuğulup, senin diningdən məhrum qağaçqa, ulamı vəzifələrini ada qılanmadı, ularını məğfiret qılğın deb ata-anamız üçün istiğfar etaylı. Ata-anamızın atısı üçün, ata-anası üçün mü dua qılaydı? Şu vaxtı mı, quludan kelgenini qılmay, muş işgaliyet işi şulardan bizge miras qağaçqa, ularını mı günahı var deb qarab, ular üçün istiğfar etaylı. Bu istiğfarımız milli istiğfar olsun. Millet şeklinde. Bütün millet namıdan Allah'a istiğfar etaylı, Allah günahımızı mağfiret kılsın. Çünkü bu Ramazan ayının 10 günü, baştaki 10 günü rahmet günü. Allah'ın bizge iş çağırtıdığın günü. Şu 10 günde doğru düzgün Allah diyen boyunca şu urluk ibadet kılarsak Allah'ın bizge iş çağırtıdığın halga kilidi Allah. İkinci 10 günü ibadet kılarsak, Ramazan'ın ruhuna uygun ibadet kılarsak, üzümüzü uygutup çenek şarkılık ibadet kılarsak, Allah bütün günahlarımızı mağfiret kılgan günler. Oturduk 10 gün. Ahırdaki 10 gün azatlık günleri. Bizni cehennemden azat kıldığan, dualarımızı icabet kılıyor. Allah'ım Xitay işgaliyetini azat kıldıysak, onu makul kılırım deyip duayımızı kubul kıldığan günler. Şunun için bu Ramazan'ı bakıya ötküzetmeyi qarindoshlar, ibadetini Allah rızası için kılaylı, dualarımızı halis kılaylı, vatanimizin müstakilliğini esliga keltirishni Allah'dan talep kılaylı ve şu hakta hareketki ötkidek kabiliyet ve kuch berishni Allah'dan tilaylı qarindoshlar. Şunun için bu Ramazan ayimiz biz üçün, shundaqla bütün musulmonlar üçün xeyirlik olsun, bereketlik olsun, Allah günahlarımızı mağfiret kılsın. Allah bizni salih kullarından, salih bendilerinin qatarından kılıversin. Şarqiy Türkistan'ı müstakil, hür devletlerinin qatarından kılıversin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin.